shikalat joydan, shikalat narxda, shikalat etajda, shikalat uyimiz xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Bismillah deb boshladik. Xo'p, kirib kelganda kengiz koridor, bir xonalik uy, 33 kvadratlik uy. Xuddi shunaqa kvadratlik eski domlarda shunaqa uylar biz aytayotgan narxdan baland turadi. Eski domlarda. Bu novostroyka, joyi ham shikalat. Mana shu siz uchun ishoning, xudo xolasa. Xo'p, kirib kelishi kengiz katta koridor. Mana bular o'zi uchun qilingan, ochiladi, tagida pilsoslargacha turibdi. Bu yoqda koridorda sanusi mazdenni. Bu yoqda spalnisi. Spalnimiz ham ochiladi. Xolos hamma narsa yaxshi narsalar qilingan. Konsollar, televizorlar, xolos hamma narsa yashash uchun qilingan. Ortoped matraslari bilan bu yoqda oshxonamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa remontli Xrushchevka eski domlarda shu kvadratli uylar 60 minggacha shunaqa remont bilan sotishyapti. Bizga 60 ming, 61 ming kerak emas, 59 ham kerak emas. Alloh barakasini bersin, 58 mingga hamma narsasi qoladi, kalsraz natashda beriladi. Novostroyka 33 kvadratlik uy. 8-etaj, 12 etajga. Samarqand darvoza.